Identifikatsiyani ko'rib bo'lganimizdan so'ng, misol uchun programmani o'qib olishligi uchun flash tugmasiga bosamiz va pastda chtenие o'qib olish tugmasiga bosamiz. Shundan so'ng programmatorimiz avtomobil programmasini o'qib olishni boshlaydi. Buni o'qib bo'lgandan so'ng OK tugmasini bosib saqlanib qilamiz programmamizni. Shundan keyin o'zimizda bo'lsa Chiptuning Pro shu kabi avtomobil programmasiga o'zgartirish kirita oladigan programmalar yordamida o'zimiz xohlagan o'zgartirishni kiritib, misol uchun Euro 2 standartiga moslab programmani avtomobilga qayta yozamiz. Shundan so'ng avtomobilimizda chek chiroqlari o'chib, xatolari yo'qoladi va yurishlarda o'zgarishlar bo'ladi. Agar kommutator haqidagi ma'lumotlarimiz qiziq bo'layotgan bo'lsa, like bosib, podpiska tugmasini bosib qo'ying. Podpischilarimiz soni yanada ko'paysa, kommutator haqidagi qolgan ma'lumotlarni ham berishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Qiziq bo'layotgan bo'lsa, kommentariyada fikringizni qoldiring. Obunachilarimizga agar manzur bo'layotgan bo'lsa, xudo xolasa bunaqa videolarni davom qilamiz.